أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey müminler, biz sizlarga rizq qilib bergan halol yemekliklardan yanglar. Kafirlarga o'xshash halolni harom qilib oladigan va haromni halol qilib oladiganlardan bo'lmanglar. Agar sizlar rostilla Allohning so'zini anglaguchi, amriga itoat qilguchi va uning o'ziga ibodat qilguchi bo'lsanglar, Allohning sizlarga ato qilgan katta ne'matlariga tilinglar bilan, dilinglar bilan va amaliyatinglar bilan shukr qilinglar.